Bozor tumani Karima mahallasidan 4 sotixli yerimiz sotuvga qo'yilgan. Lokatsiyasi ham zo'r. Katta ko'chani ko'ryapsizlarmi? 150 metr kirib kelganinglarda. Aniqrog'i bo'ladigan bo'lsa, City Med klinikasi bor. Beruniydan qarab keverishdi, Toshmiga qarab chiqib keturishdi. Masjidga yetmasdan, 150 metr yetmasdan shundoq kirib kelasiz. Mana shu yer. Oldi fasadi 18 metr. Ko'ryapsizlarmi? Ostonagacha 5 metr bo'ladi. Yo tarafda yashil maydonni ko'ringlar. Izgirtma mana shunaqa o'rab qo'yishgan. Kelib buz to'shab, 2 sotixdan zo'r kompaktli uy solsa bo'ladi. Hovliga ham 2 mashina qo'yib qo'ysanglar, to'g'rida qishki garaj qo'yishgan. Imoratimizda G abrasga tushgan. 8 ta xona, bitta oshxona, yaxlit podvol, 2 ta sanuzel. 2 ta xo'jalik ham bemalol yetadi. Uy ichlarini ko'rsatib o'tirmadim. Agar kelib turib buz tashlasanglar, 2 ta zo'r planirovkada imorat solsanglar bo'ladi. Ko'rasizlarmi xonadonning foydaliligini? Uzunligi bo'ladigan bo'lsa 22 metr. Orqalari ham tekis 18 metr bo'lyapti. Har bir sotiga $39,000 belgilandi. Bu mahallaga juda zo'r narx. Umumiy narxi $156,000 pul bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlar qoldiramiz. Bizlarning kanalga obuna bo'lmaganlar tez obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa shaharning zo'r lokatsiyalardan uy-joylar qo'yib beramiz.